Yaz kirib havoning isishi bilan hammamiz u yer bu yerga qisqa bo'lsin, uzun bo'lsin dam olish uchun mangishga boshlaymiz. Oilamizni, o'zimizni dam oldirish va yoki sayohat qilish maqsadida. Buning dinimizda hech qanday bir xato tarafi yo'q. Normal bo'lsa, isrof kirib qolmasak, bu sayohat qilish, dam olishni doimli qiladigan ishimiz qila olmasak ham buningda bir cheklim yo'q. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, bizning dinimizda dam olish bor dedi. Ammo o'sha dam olishlarimizda, sayohatlarimizda bir xatolik har yili takrorlanadi. U bo'lsa-mu Muş öyden çıqqandan tatip, resimga tatqili, videoga ağılı başlasak, nemi yedik, nemi içtik, nemi keydik, nege badık, nede yattık, nede koptuk. Hemmisini resimga tatimiz, videoga alımız, özümüz huzurlanış emas. Onu torga çıkarıp, bu yerga bağlılığımızı kişilerge köz qilamiz. Bunun aql jihat o'ylab baqayli. Nimaga foydasi bor? Shundaq bir yaxshi yap barkan, sizlar basanlar bo'ldi-kan deb bildirishni maqsad qilgan bo'lsa, uning bir to'g'ri tarafi bor desak bo'ladi. Ammo hech bir ma'nisiz holda yegan narsalarni, ichgan narsalarni to'g'ri chiqarib, kishilarga buni ko'z qilishniki zada qanday foydasi bor? Chiqarsak özümüzün yeganini, özümüzün içkini chiqardik deb o'ylab qarashingiz mumkin. Buning bunda bir qancha xil ziyni bor. Birinchisi, sizlar u yerga dam og'ili, bolalaringlarni o'ynatqili, ayollaringlarni dam aldog'ili, ya'ni oilani xushal qilish uchun bording. Sizlar uydan chiqqanda tatib qulunlarga telefonni ilib olsanglar, har ayolning yuziga qaramagan, ayol bolalar bilan qarisi bo'lmagan, hammasi baga yerini boshqalarga ko'rsatish bilan aldirash o'tib, u daminish o sayohatning haqqini bermaydi. Natijada ya o'zi xushal bo'lmaydi, ya boshqalarni xushal qilolmaydi. Aksicha boshqalarning ko'nglini yerim qiladi. Chunki boshqalarning ko'nglini yerim qilish va yoki boshqalarga aziyat berishniki bir qancha xil turi bor. Masalan, urush deymiz, tillash deymiz, haqorat qilish deymiz, tuhmat qilish deymiz. Buni hamma odam biladi, shuni qilmaydi. Ammo bu aziyat berish, boshqalarning ko'nglini yerim qilishning yumshoq bir usuli bor. Boshqalar eskolmaydigan, lekin aziyat qilish. Bu o'xshashla aziyat deb ataladi. Masalan, tijoratda ziyon tortgan odamning qishig'i urib, o'zimizning to'xtamay pul tepib o'tganligini ko'z qilsak, biz u odamga aziyat bergan bo'lamiz. Farzand yo'q bir odamning qishig'i urib, farzand o'z unda bo'ldi ekan, munda bo'ldi ekan deb farzandi bo'lganligining xushalligini aytqilib tursak, biz u odamga aziyat bergan bo'lamiz. Bolasi imtihonni o'tamagan bir odamning qishig'i urib, o'zimizning bolasining imtihonni o'tganligi bilan faxr qilsak, uni ko'z qilsak, uni so'zlasak, u odamga aziyat bergan bo'lamiz. Bir ayb nuqsoni va yoki kasal bir odamning qishig'i o'zimizning sog'liq haqida ko'z qilsak, va yoki uni to'xtamay teraplasak, bu kasal odamga aziyat bergan bo'lamiz. Amaliyot urmadik, tilmadik, lekin yumshoq vasita bilan aziyat berdik. Bu o'xshashli aziyat. Shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan, la tudimun nazar ila al-majzumin. Ma kasalninki shu yo'rganmay qoldigan, ayb bo'ladigan, shundaq yerlarga tikilib qarmanglar degan. Ya'ni bir odamning yuzida va yoki boshqa bir yerida boshqalar ko'rmisi bo'ladi deydigan shundaq bir jarohati bo'lib qolsa, u yerga uzun qarmanglar, ya'ni u odamni bearam qilmanglar degan. Bundan boshqa masalan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, sizlar 3 odam bo'lib qolsanglar, ikkinglar ayrim paranglashmanglar degan. Nima uchun? U aziyat beradi deydi payg'ambarimiz. Ya'ni 3 odam bo'lsa, 2 odam ayrim yoki paranglashsa, bir odamga aziyat beradi dedi. Bizning dinimiz boshqalarga yumshoq vositani aziyat berishga mana shundaq noat inchki muomala tutgan. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va la yu'zihi biqitari qidrihi illa ay yughrifa lahu minha. Bir odam qo'shnisiga qozinninki taraqshigan ovoz bilan aziyat bermasin. Agar uni qilolmasa, shundaq ovoz chiqarib say qo'ymasam, shundaq qilmasam bo'lmaydi deb qolsa, uningga bir chumi sonson deydi. Ya'ni qo'shnisi namrat, u undaq go'sht qo'rib yemaydigan holatda bo'lsa, undaq ovoz chiqarib, uningga aziyat bermanglar. Agar undaq qilolmasanglar, uningga bir chumi suninglar degan. Ana shu aloqa vositalarimizdagi bizdan chiqargan narsalarimizni ko'radigan kishilar bizning qo'shnilarimiz. Hamma odamning iqtisodiy ahvoli o'xshamaydi. Siz bag'ayaga boshqalar borolmasligi mumkin. Siz yegan tomoqni boshqalar yemasligi mumkin. Sizdek bolalarni xushal o'ynatmasligi mumkin. Siz ana shu qo'shningiz, tur dunyosiga qo'shningiz ko'radigan yerga o'zingizning isil yegan, isil kiygan, isil ichgan, ana shunday xushal o'ynagan yerni chiqarsangiz, bu ana shu qozonning ovozidan aziyat bergandan nima farqi bor? Ta undan bekroq aziyat bergan bo'lasiz. Bizning dinimizda bir odamga emas, hayvonga aziyat bersa, unga Alloh la'nat qiladi deyildi. Endi bir odam yana bir musulmon qarindoshiga aziyat bersa-chi, buning ahvoli qanday bo'ladi? Demak, bizning o'ylamay qilgan ba'zi ishlarimizning o'ylamagan ta'siri, o'ylamagan ziyni bor. Yana birisi bu hayotda bir-sir bilan baslashadigan bir holatni keltirib chiqaradi. Ya'ni u uni yeyapti, men buni yey. U uni yeyapti, men buni yey. U yerga o'pti, men bu yerga o'raydi. Bu shundaq baslashadigan, moda qo'llashadigan, shundaq hayotga dum tushadigan bir holatning kelishiga sabab bo'ladi. Chunki insonning tabiatida ana shundaq baslashadigan bir xil fitrat bor. Ana shundaq baslash natijasida ayollar eriga besim soladi. Eri turmushining qattiqchiligida harom bo'lgan o'lcham azroq tushib ketadi. Shu bilikosini tepib, kiyay, o'ynay, yey deydigan bu shunday holat kelib chiqadi. Yana birisi eng muhimi bu jamiyatda tushkunlikni keltirib chiqaradi. Ma jamiyatda kishilarning xushallanmasligi, tushkunlikka mubtalo bo'lishining sababi mana shunday kishilardek o'ynayolmaganligi, kishilardek kiyinmaganligi, o'ziga bir xil besim akilib, oxirida o'zi orzu qilgandek hayot yashayolmaganligi uchun tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Amaliyotda bu, ya'ni yegan, ichgan, kiygan, haydigan mashinalari hammasini chiqaradigan kishilar psixik jihatda ojiz kishilar. Bular ana shunday erishgan, yegan, ichgan, kiygan narsalarni chiqarish orqali o'zining kuchli ekanligini isbotlashga tirishadi. Ya'ni bu ularning psixikasiniki
ya'ni xarakterning bir xil ojizligini ko'rsatadi. Bunday qilish bizning ojiz xarakterimizga vaqtlik malham bergandek qilsin, lekin texmi ojizlashtirib o'tadi. Biz o'zimizning axloqi bilan Allohdan qo'rqadigan yuragimizdan kuchli. Unda kelgan, yegan narsamizdan kuch qilolmaymiz. Chunki hammasi fani narsalar. Siz bugun mani haydasangiz, mani kiysangiz, mani yeysangiz, ertasi yana birisi sizning yaxshiroqni minishi, yaxshiroqni kiyishi, yaxshiroqni yeyishi mumkin. Bu sizni yana tushkunlikka boshlaydi. Shundaqla bu sayohatdan xushalik qilishdan mahrum qo'yadi. Biz u go'zal manzillarga, u xushalik minutlarga markazlashishdan bakrak, u go'zal minutlarni, u go'zal joylarni videoga elib, rasmga tortib, boshqalarga ko'rsatishga markazlashimiz. Ayolning chiroyi qaramaydi, ayol bolalardan qarshi olmaydi. O'ttirida hech qanday bir xushalik olmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, ne o'zimizga foydasi olmaydigan, ne boshqalarga foydasi olmaydigan, aksicha o'zimizning oxiratiga ziyon bo'ladigan bu ishni to'xtatsak. Chunki hozir imkoni bo'lsa, hamma odam hamma yerga bora oladi, hamma narsani kiyalaydi, yeyalaydi. Shunga men badim, men kiydim, men haydim deb uni bir chiqarishning hech bir foydasi yo'q. Sizlarning uni kiyganliginglar, uni yeganliginglar tufayli boshqalarning sizlarga hurmati oshmaydi. Ya'ni bu ish sizlarga hech qanday bir narsani qo'shmaydi. Aksicha bu ko'z tegishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki al-aynu haq. Ko'z tegish haq. Shunga Alloh taolo deganda kulu vashrabu. Yanglar, ichinglar. Va la tusrif. Isrof qilmanglar. Isrof qilish faqat yegan narsani tashlashlar bo'lmaydi. Pulni, vaqtni sayohat qilish, dam olish uchun emas, sayohat qilganni, dam olishni boshqalarga ko'rsatish uchun xarjlashmi isrofning bir xil turi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda takuf sharraka anin nas fa innaha sadaqatun mink. Kishilarning aziyatingni to'sab qolgan, yomonligingni to'sab qolgan, ashun bir sadaqa bo'ldi deydi. Ko'z qilish orqali boshqalarga aziyat berishni saqlanib, ashumi boshqalarga bir sadiqamiz bo'ladi.